O'tkir aka, avvalambor o'yinning eng yaxshi o'yinchisi bo'lganingiz bilan tabriklayman. Ushbu g'alaba O'zbekistonni jahon chempionatiga olib chiqdi. Mana shu sovrin haqida fikrlaringiz, qanchalik baxtlisiz hozir? Sovrin o'z yo'liga, hozir butun xalqimiz xursand. Duolari bilan shu joygacha keldik. Biz oldimizga qo'yilgan maqsadni erishdik, jahon chempionatiga chiqdik. Bu nima deydi? Hozir til bilan tasvirlab berish juda qiyin. Bizga armon bo'lib qoldi. Mana alhamdulillah jahon chempionatiga chiqdik. Endi nima deymiz? Xalqimiz duosi bilan, ota-onamiz duolari bilan erishdik. Rahmat. Ichimdagi hissiyotni tasvirlab bera olmayman. Rahmat. Rahmat. O'tkir aka, avvalambor o'yinning eng yaxshi o'yinchisi bo'lganingiz bilan tabriklayman. Ushbu g'alaba O'zbekistonni jahon chempionatiga olib chiqdi. Mana shu sovrin haqida fikrlaringiz, qanchalik baxtlisiz hozir? Sovrin o'z yo'liga, hozir butun xalqimiz xursand. Duolari bilan shu joygacha keldik. Biz oldimizga qo'yilgan maqsadni erishdik, jahon chempionatiga chiqdik. Bu nima deydi? Hozir til bilan tasvirlab berish juda qiyin. Bizga armon bo'lib qoldi. Mana alhamdulillah jahon chempionatiga chiqdik. Endi nima deymiz? Xalqimiz duosi bilan, ota-onamiz duolari bilan erishdik. Rahmat. Ichimdagi hissiyotni tasvirlab bera olmayman. Rahmat. Rahmat.